Bu ko'rib turganinglar gazoblok bo'ladi. Buni sifatlarini qaranglar, gazoblokni. Xo'p, manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumanidan bo'lyapti. Bu video o'zimiz sexdan birinchi ishlab chiqaruvchilardan bo'lyapti. Holatlarni ko'rishingiz mumkin. O'sha avtomat reskada kesilgan gazoblok двойной сушилкаga kirgan. Xo'p, bunga nima qo'shiladi? Juda ko'pchilik so'raydi. 4 xil narsa qo'shiladi. Ximikatlari: alyumin pudra, kalsiy soda, natriy sulfat va fibra qo'shiladi. Mana fibralari ham o'zi yaqinroq ko'rsangiz chiqib turibdi fibralari. Xo'p, razmerlari 20-30 ga 60 bo'ladi. Narxlariga kelsak, Farg'ona ichiga 18 ming so'mdan yetkazib beryapmiz. Bu yoqda quyilyapti. Bu mana shu 20 metrlik sushilkamiz bo'ladi. Shuning ichida 80 gradusda pishib qurib chiqadi. Mana shu holatda, mana shular bugun chiqqan gazobloklar bo'ladi. Hop, bizda gazoblok hamda polistirolblok bor. Mana polistirolblogimizni o'sha serialari polistiroli bo'ladi bu. Mana tayyor mana shu holatda keladi bizga. Polistirolblokdan hozir ko'rsatib o'taman. Bu o'sha sushilkamiz. Mana shuning ichiga issiq holatda bo'ladi ular. Narigimiz 4 soatlik sushkamiz u. Xo'p, endi bu yoqdan o'tar ekanmiz. Xo'p, gazoblogimizga hozirda 15 kunlik zakasimiz bor. Qurilish qilmoqchi bo'lgan aka-ukalar ertaroq zarani zakaz qilasizlar. Sifatini qaranglar bu bloklarni. Zavod bilan bir xil holatda. Mana ichida puzolari mana shu bo'ladi. Mana shu narsa termoizolyatsiya vazifasini bajarib beradi. Issiq sovuqni zo'r ushlaydi bu gazoblok. Xo'p. Hozir polistirolblokni ham ko'rsataman. Xo'p, mana polistirolblogimiz. Hozirda nomer 1 bo'lib turibdi polistirolbloklar. Holatini qaranglar. Go'zal holatda, razmerlari idealni. Takkiz mana burchaklari. Mana silliq qo'lni kesaman deydi. Buni ham har bittasiga 11 kilo sement qo'shiladi. Buni 80-90% ashi po'kaydan iborat bo'ladi. Shuni hisobiga 100% issiq sovuqni ushlab beradi. Mana qo'lni polistirol bilan qattiqligi juda qattiq. Kimga shunaqa sifatli polistirolblok, gazobloklar kerak bo'lsa, bemalol ekranda nomlarga telefon qilaverasizlar. Xo'p, bunimiz ham mana shu polistirolblok. Polistirolblokning narxi mana 22 ming so'm joyida sotilyapti. Bemalol telefon qilib zakaz berishingiz mumkin. Va bunaqa gazoblokga qo'shiladigan dabavkamiz bor. O'sha zavod bilan bir xil qilib juda qattiq holatda chiqarib beradi mana shu narsamiz. Dabavka tem baravarga qatarib beradi. Mort bo'lib qolmaydi bunda. Shu qattiq holatda chiqadi.